alaykum hammaga. Sizlar bilan Kamoldan. Hozir biz sizlar bilan Swift darslarini boshlaymiz. Swift iOS developer bo'lish uchun avval App Store'dan Xcode degan ilovani tortib olishimiz kerak. Mana shu Xcode yordamida hamma ilovalar ishlanadi. Xcode'ni topsak, mana shuni menda ochilgan. Buni ochib olganimizdan keyin bu yerdan file degan joyni bosib, new deganni topib turib, bu yerdan playground deganni bosamiz. Birinchi blankni bosib, endi nomlab olamiz. Mana shunaqa holatda ochiladi. Bu chap tomonini bossak, bu kodimiz qayerda joylashganini, qaysi papkada joylashganini ko'rsatadi chap tomonda. Buni yopib qo'ysak ham bo'lardi. Bu o'ng tomondagisida bo'lsa, kodimizni jonli tarzda to'g'ri ketyaptimi, noto'g'ri ketyaptimi, qaysi natijani berishini ko'rsatsa bo'ladi. Buni ham hozircha yopib qo'yamiz. Endi bu pastdagisida bo'lsa, playground konsol bu yer. Konsolda kodimizning natijasini mana shu pastdan ko'rsak bo'ladi. Bir misol bilan tushuntiradigan bo'lsak, misol uchun let ism teng ikkitali qaus ochib turib, string ma'lumot ism yozaman. Kamoldan. Keyin var o'zgaruvchi, o'zgartirsa bo'ladigan variable o'zgaruvchisi yosh teng yoshim 25 ta deb turib print qilamiz. Konsolga chiqaramiz bu natijani. Ism bilan yoshni pastdagi konsolga chiqarish uchun bunday qilsak osonroq o'zim tushuntirib. Mening ismim ism yozadi, tepadagi ism Kamoldan, o'shani pastiga chiqaradi buni yozadigan bo'lsam. Ism va virgul qo'ysam, endi yoshni ham qo'shaman birgalikda. Yoshim esa yosh. Endi bu yosh 25 da o'shani konsolga chiqaradi. Endi bu yerga yoshda deb qo'ysam, print qilaman. Mana bu yerdagi yozgan kodimni bu pastdagi konsolga chiqarib beraman. Mana shu joyga buni yozib qo'ysa ham bo'ladi. Kerak bo'lsa buni ko'rsatsak, mening ismim Kamoldan. Ya'ni mening ismim deganni bu qaus ichida string narsani chiqaryapti. Keyin bu qiyshiq qaus bilan ikkita qaus ochib turib, bu ismni yozib turib, virgul, keyin yoshim esa deganni, mana yoshim esa bu ham matn holatida kelib turib, yana qirrali qaus qirrali qiyshiq chiziqcha qo'yib turib, ustun qo'yib turib,
qavs ochib yosh, vardagi yoshni yozib turib da deb qo'yyapman gapni. Keyin bu yerda konsulda mening ismim deb turib Kamoliddinni chiqaryapti. Ismni yozganim uchun ism Kamoliddin edi. Yoshim esa deb yozib turib yoshni qo'shyapman. Yosh bo'lsa 25 turibdi. 25. Yosh esa 25 ta deb ko'rsatyapti mana. Bu yerda let o'zgarmas. Kamoliddin ismni o'zgartirsam xato deb chiqarib beradi. Bu yerga qizil yozuvlar chiqib beradi. Mumkin emas deb. Agar varni yoshni o'zgartiradigan bo'lsam o'zgaraveradi. Chunki var o'zgaruvchi, variable o'zgaruvchi degani. Let bo'lsa constant, o'zgarmas. Hozir mana shu yerga misol uchun ism teng Anvar desam, misol uchun hozir ism bu yerda mana tepadagi ism Kamoliddin, lekin bu Anvar deb yozadigan bo'lsam mana cannot assign to value, ya'ni qiymatni o'zgartirib bo'lmaydi deyapti. Ism isn't a let constant deyapti. Ism bu let konstanta, o'zgarmas konstanta. Shuning uchun let bo'lgani uchun ism letda turgani uchun Kamoliddinni o'zgartirib bo'lmaydi. Agar buni yana Kamoliddin desam hech qanaqa xatolik bermaydi. O'zini yozsam. Mana hech qanaqa xatolik bermayapti. Yoki bo'lsam yoshni qilib ko'ramiz. Yosh var bo'lgani uchun, variable bo'lgani uchun, o'zgaruvchi bo'lgani uchun bu teng 26 qilib qo'yamiz. Ya'ni 25 edi, 26 qilyapman endi yoshni. O'zgartiryapman. Variable o'zgartirsa bo'ladi buni, mumkin. Endi print qilaman. Qavs ochib, ya'ni gap yozaman. Endi yoshim yana qirali ustun, qiyshiq ustun, keyin qavs ochib turib yosh, variable'da turgan yoshni yozib qo'yaman. Keyin bu yerga da deb qo'ysam, ya'ni yoshim manaqa yoshda degandaqa orasiga uni raqamni qo'shib qo'yamiz, yoshni qo'shib qo'yamiz shunda. Tayyor. Print bossak mana. Endi yoshim 26 da. Chunki mana boshda var o'zgartirsa bo'ladi dedik variable'da. Yosh 25 edi. Endi pastga yoshni o'zgartiryapman. Yoshni mana shu bitta. Ikkalasi ham bir xil. Yosh teng 26 qilyapman. Endi print qilib turib qavs ochsak, bu pastga konsolga chiqarib beradi natijani. Endi yoshim yoshda, ya'ni yosh 26 edi. Yosh chunki o'zgardi-yu. Ikkalasi ham bir xil. Endi faqat 26 ni chiqaradi, o'zgartirilganini. Oxiridagi aylanib pastroqdagisini to'g'risini chiqaradi, tepadagini emas. Shuna qilib varni o'zgartirsa bo'ladi. Keyin yana bir misol yozamiz. Bunaqa qilib turib command bilan so'roqchani bossak, shunaqa kommentariyaga olib qo'yadi. Ikkinchi misol telefon raqamni qiladigan bo'lsak, let telefon raqam teng stringli ma'lumot qiladigan bo'lsak, misol uchun 99 li
047 2699 raqamini oladigan bo'lsak, varga o'zgartiramiz. Var o'zgartiradiganni balans misol uchun 5000 so'm, balansda 5000 so'm bor. Telefon raqamida balansda shuncha pul bor. Endi balans varda turibdi-yu, telefon raqamini o'zgartirsa bo'lmaydi. Balansda o'zgartirsa bo'ladi. Balans agar mana shunaqa yozayotganingizda chiqib qolsa, bunaqa pastga tepaga qilib o'zgartirsangiz bo'ladi. Keyin enterda chap tomondagisi bor, o'shani bossangiz balansni o'zini tayyor chiqarib beradi. Balans 10.000 qilaylik. 10.000 balansni 10.000 qilib o'zgartirib yubordim. Yo'q, nima qilaylik bo'lsa 10.000 turaversin, mayli. Print qavs ochib turib, yana gap yozaman. Hisobingiz ikki nuqta qo'yib qo'yib turib, yana qiyshiq ustun qilib turib, qavs ochib turib, balansni yozamiz. Balans hisobingiz endi 5000 edi-yu, balans var o'zgaruvchi edi. Endi balansni 10.000 qildim, chunki var o'zgartirsa bo'ladi. Hisobingiz balans qilib turib so'm deb qo'yaylik. 10.000 so'm. Qavs yopiladi, ikki nuqta qo'yiladi orasiga. Bu yerda qavs ochib ikki nuqtalik edi. Endi oxirida ham shunaqa ikki nuqta qavs yopamiz. Orasiga bu gapning orasiga manaqa qiyshiq ustun bilan qavs ochib turib balansni yozib qo'ysak, mana shu o'zgaruvchidagi nomini yozsak bo'ladi. Bizga kerakli bo'lganini. Print qildim. Mana hisobingiz 10.000 so'm. Hech qanaqangi xatolik bo'lgani yo'q. Hammasi to'g'ri ketyapti. Chunki 5000 da 10.000 qilsa bo'ladi. Chunki balans var turibdi, var. Variable o'zgaruvchi. Agar buni var emas, let qilib qo'ysam, nima bo'ladi? Qani bitta print qilib ko'ring mana. Yana o'sha gap. Cannot assign to value. O'zgartirib bo'lmaydi. Let konstantani balansni o'zgartirib bo'lmaydi deyapti. Var qilsak bo'ladi. Mana o'zgartirsa bo'lyapti. Mana endi hammasi to'g'ri. Hisobingiz 10.000 so'm. Buni ham kommentariyaga olib qo'yamiz. Uchinchi misol, harorat o'lchovi misol uchun ikkita qiyshiq ustun qilib turib gap yozsak, kommentariya bo'ladi. Bu kodga hisoblanmaydi. Faqat kodlarimizning nomini yozib ketayotganda o'zimiz chalg'imasligimiz uchun kerakli narsa. Harorat o'lchov, bu ham oson. Misol uchun yana let qilamiz. Shahar teng stringdagi ma'lumot qo'shamiz. Seul
Endi var qo'shamiz. Seulni o'zgartirib bo'lmaydi. Vardagi haroratni o'zgartirsa bo'ladi endi. Var harorat teng 30 gradus deylik. Int ma'lumot qo'shdik. Endi print yana qavs ochamiz. 2 nuqtali hozir birinchisiga shahar qavs boshqa cho'p bo'ldi. Shahrida shahar Seuldiyu, shahar o'sha Seul shahrida deb ketadi-da, Wiki konsulga chiqarganimizda. Endi bu to'g'rilandi. Harorat yana qiyshiq ustun qavs ochamiz. Endi haroratni qo'shamiz. Harorat bo'ldi. Endi printga chiqarsak, Seul shahrida harorat 30 gradus. Endi haroratni o'zgartiramiz. Harorat teng 28 deylik. Nimaga o'zgartira olyapmiz? Chunki bu variable, o'zgaruvchi. Haroratni o'zgartira olmaymiz, chunki biz buni variable, o'zgartiruvchiga qo'yib qo'yganmiz. Yana print deb qo'yamiz. Qavs ochamiz. 2 nuqta. Kechasi esa qiyshiq ustun yana qavs ochib shahar yozamiz. Shaharda deb turib, shahar qayerda? Seulda. Seulda yozadi konsulga. Hozir bizga nomini Seulda yoza olmaymiz, bu yerga shaharda yozamiz. Harorat yana qiyshiq ustun qavs ochamiz. Harorat da bo'ladi. Kechasida shahar o'sha Seulda harorat mana o'shancha 28 da bo'ladi deyapti-da. Bu yerga ikkitali qavs yopish kerak edi. To'g'rilandi endi. Hozir bu yerda bitta xato ketyapti. Mana bu ikkitali qavs ochilgandi-yu. Shu oxiriga bitta qo'yildi, orasiga ham megan bo'lib qolibdi. Esa degan joyda. O'shaning uchun xato ko'rsatyapti. Buni olib tashlasak bo'ldi, hammasi to'g'ri. Ana endi kechasi esa Seulda harorat 28 da bo'ladi. Men harorati qo'yibdi mana bu. Bo'ldi. Seul shahrida harorat 30, kechasi esa Seulda harorat 28 bo'ladi.
Seulni o'zgartirsak bo'lmaydi, chunki let o'zgarmas. Uning uchun yangi kod yozish kerak. Lekin haroratni o'zgartirsak bo'ladi, chunki var o'zgartirsa bo'ladigan. 28 qildik 30 ni. Shunaqa qilsa bo'ladi endi. Buni ham kommentariyaga qo'ysak bo'ladi. Xulosa qiladigan bo'lsak, let o'zgarmas, var o'zgarsa bo'ladi. Siz ham shunaqangi misollarni yozib, bilimingizni sinab ko'ring.